Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Kichkinagina yangilikni ko'rsatamiz ozgina bu haqda informatsiya beramiz. Ya'ni mana bunaqa avtomatik shprits olindi bizada. Mana ko'ringlar, bu yerda avtomatik qo'yilar ekan menda. 05 1 2 3 4 xullas 5 gacha bo'lar ekan. Biz hozir buni ivermektin qilayotganimiz uchun, mana ivermektin qilayotganimiz uchun katta quyonligi bilasizlar, ivermektin 03 05 dan ham kichkina doza qo'yib olganmiz. Shunaqa narsa, shunaqa удобный narsa ekan, ayniqsa katta fermalarga juda удобный narsa ekan. Ivermektin bilasizlar, yog'li bo'ladi, oddiy shpritsda juda ham sekin ketadi. Bu bir xilda ikkita eski kletkalarni qilmodim. Hozir shuni ko'rsatamiz, sizlarga tushuntiramiz qanaqa qilishni. Qolgan misolcha 250 ta quyonga 1 soatda hammasini qilib bo'ldim-da. Shunchalik vaqtdan yutilar ekan bu narsada. Juda удобный. Kimni imkoni bo'lsa, men tavsiya qilaman. Именно mana shunaqa tepasida kichikroq narsa, kichikroq mana bu flakoni bo'lsa, 10 taliga mo'ljallangan bunda idishchasi bor ekan, ichidan tiqilar ekan. Juda удобный narsa. Sinovdan o'tib, mana ikkinchi marta уже qilyapmiz. Bizga yoqdi, tavsiya qilamiz. Xurshid akam olib beradilar bizga. Bir chetdan biz sekin urib boramiz. Stopni bosib. Mana qaranglar. Kashti hamma quyonda mana menda klesh bor. Ko'pchilik so'rashadi, ichida yaras chiqdi deydi. O'zi aslida mana qaranglar. Aslida bu yara emas, bu tirik jonzot. Tirik bo'lgani uchun o'zimizda oddiy xalq tilimizda bu bit kana. Faqat ivermektin bu kanani ola oladi. Xuddi shunaqa oddiy shpritsga o'xshab, terisini ko'tarib, orasiga tiqib, bitta urib yuboramiz. Bo'ldi. Shu bilan kana ketadi. Ketyaptimi, bilamizmi, bilmaymizmi? Hozircha bo'y bermadi bu avtomat. Xuddi ketmaganga o'xshaydi, xuddi bosmaganga o'xshaydi, lekin bosilgan bo'lar ekan bu narsa. Bitta odam bemalol mana qila oladi-da. Bitta qo'l bilan oladi. Bu ketdi. Hozir men sal orqa tomoniga o'tib qo'yotgani uchun men Xurshid akamning yordam so'radim, olib berib turishlarini. Bo'lmasa bitta odam indamay mana shunaqa narsalar ham chiqib qopti-da. Onasini oldidan. Xurshid aka snariya tomondan turing, men bu yoq tomondan olaveraman. Bitta odam bemalol shu ishni qila olar ekan. Keling bu yoqqa. Ichkari kirib ketmasa bo'ldi-da. Bo'ldi. Xurshid aka. Buni qo'ying uni. Bu yoqni olib bersangiz. Yo'q. Ko'ryapsizlar, sekund. Ko'p vaqt kerak emas, sekund kerak. Hammasini urib olishga. Menga misol uchun yoqdi. Menda oldin bo'lardi, to'g'riki bo'lardi, trubkali. Sal endi neudobniroq narsa u. Bitta odam ushlab turish kerak yoki qayergadir ilib qo'yib, keyin urilardi. Bu ana flakonni o'zi bilan
bemalol bitta odam shu ishni eplab qila olayotgan. Orasida bunday tekshirib qo'yaman. Chiqyaptimi yo'qmi? O'zimdan shubhada bu. Xohlasa podvodit qilmaydi. Endi quyon ko'paygan sari o'zingizga qulaylik yarataverar ekansiz. Nima bo'lsa ham puliga ham qaramas ekansiz. Shunaqa narsa borki, vaqt pul. Men shu xayolga anchadan beri amal qilaman. Bizda vaqtdan boshqa hech qaysi pulga anaqa qilish kerak emas ekan. Nima edi? Vaqtni eplab bo'lmas ekanda. Vaqtni qaytarib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi, lekin pulingizni qayta ishlatib bo'lar ekan. O'shanga men shu narsani 450 ming so'mga oldim. Pulini ham aytib ketay, 450 mingga arziydigan narsa ekan. Kunim ketardi men shu ishni qilishga. Idaji men bitta videoda aytdim. Yo'q, shu ekan. Bitta videoda aytdim. Videoda suv bilan qo'shib ivermektinni aralashtirishga o'rgatdim. Lekin to'g'ri, u ham zo'r usul, lekin suv bilan ichirgandan keyin bu flakondan misol uchun bitta seximga 3 ta ketardi. Chunki kuni bo'yi 1 sutka ichish kerak, 1 litrga 1 gram qo'shilardi. Sutka ichgandan keyin 24 soat ancha narsasini ham ichib qo'yardi. Shu tomondan qani mana buni olib ko'ring, ishlasa ishladi, ishlamasa mayli, endi peshanadan ko'ramiz degan holda oluvdim. Yo'q, ishladi. Mana shu bitta flakon ikkita seximga ham mana hali bor ozgina. Ikkita seximga bitta flakon hisoblaymiz. Atak 6 ta flakon ketardi ichirganimda. Shu tomonlama juda ham qulay. Kimning imkoni bor bo'lsa bemalol ovuringlar.